Assalomu alaykum, savoldoshlar. Juda ahvolimiz sog'lom. Namoz vaqti sababli darsdan vaqtini sal keyinga hisob qildik. Ovoz normal bo'lsa, darsdan kelgandan boshlab ketsak, nomor bo'lmay chiqmay qolgan. Valloh, uzoq kas qilasiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Biz oldingi darslerimizda hadislardagi türleri haqida to'xtalib, har xil nuqtadan bir qanchaga bo'lgan. Masalan, hadisninki adad sanad soni jihatdan bo'ldik. Uningki maqbul bo'lish bo'lmaslik nuqtasidan bo'ldik. Ondan keyin biz maqbul hadislarning sonini to'liq tushunib bo'lgandan keyin bugungi bizning tushunmoqchi bo'lganimiz hadis mardud haqida. Majlisimizda shu ayzaq bir tushunib deb dars qilib qo'ydim. Hadis mardud deganimiz asos jihatdan biz hadis sahih yoki hadis maqbul haqida nurg'un hadis maqbulning shar'i haqida to'xtaldik. Shundoq bir shartni yo'qotgan hadis. Ya'ni hadis mardud degan maqbulninki bir shartini yoki bir qancha shartini yo'qotgan hadisni biz hadis mardud deymiz. Endi hadis maqbulga qo'yilgan asosiy shart qaysi desa, biri hadisdagi nima davi, hadisning asosli nuqtasi hadisning sanadiga, hadisning sanadi va ma'nosi qo'yilgan. Demakki, bu yerda hadis mardudninki uning yiltizimininki asosimi bu hadislardagi musnadga aloqador ko'p to'xtalamiz. Masalan, biz hozir to'xtalmoqchi bo'lgan hadis mardudninki asosli cho'ng ikki dan yiltizi bor, ikki yiltizi. Bu har ikkisi asosiy jihatdan sanadga qarashli, hadisninki isnodga qarashli yiltiz. Uning biri qaysi desa, u hadislarninki raviylarininki tushib qolishi, yana birisi saqt deymiz. Yine birisi nima desa, u ravi tushib qolgan emas, ammo u ravida hadisni o'zi olgan pete tuvandikilarga yetkazoladigan darajadagi bir nimadan va iqtidordan masala ko'rilgan. Ya'ni ta'nim fil ravi deymiz, ravi iyiblangan. Ya raviniki masala zabt yo'q, yoki ravida adolat taqvolik yo'q, yoki ravida va hokazo ravi hadisni yuqoridan anglab shu pete tuvanga yetkazishdan ojiz qiladigan ma'lum bir iyib bilan sifatlanib qolgan. Shuning uchun asosli ikki nuqtada hadis zaifninki asosiy nuqta markazi. Shunga hadis mardudning asosiy nuqtasi biri isnodda ravi tushib qolganlik sababidan mardud bo'lgan hadislar. Yana bu bir tugi bo'ldi. Yana birisi isnodda ravi tushib qolganlik, ravi bor, shuni so'zlangan, ammo u ravi hadis maqbul bo'ladigan darajadagi o'lchamlik ravilardan emas. Yani hadisni o'zining yuqorini anglab tuvanga o'lchamlik yetkazadigan sifatga ega emas. Shuning uchun bu hadismi shunday sifatli kishilarning hadisi mardud bo'ldi. Endi bular har ikkisi, endi bu yerda biz bugun to'xtalmoqchi bo'lgan ahvolimiz asaliyatda mustaqilga to'xtalamiz. Saqta, ya'ni ravi tushib qolganlik sababi, ya'ni sanatdan ravi tushib qolganlik sababdan u tushib qolishning o'rniga qarab turib, bu tushib qolgan ravi nereden tushib qoldi? Sahoba tushib qoldimi? Sahabasining tundagi kishi tushib qoldimi? Tushib qolgan kishi sanatning orliqida, ya'ni jarayonni tushib qoldimi? Yoki sanatning eng oxiri bo'lgan musannifninki yuqorisini tushib qoldimi? Tushib qolgan chog'da bir lam ravi tushib qoldimi? Tushib qolgan chog'da yoki bir ikki ravi tushib qoldimi? Agar 2-3 ravi tushib qolgan bo'lsa, hammasi bir yerdan tushib qoldimi? Yoki ayrim birisi boshdan birisi oyoqdan bunda tushib qoldi. Shu nuqtalarga qarab turib, hadisninki, ya'ni saqt sababdan tushgan hadisninki turlari bir qanchalarga bo'linadi. Yana biz shuni to'xtalamiz. Yana birisi qaysi desa, u tushib qolgan saqti har qanday bir nimaninki bir muhaddis yoki bilan shug'ullanuvchi uning tarixini yoki uninki yil nimasi ko'rgandan keyin darhollikini faqat ko'radigan zohiriy bo'lgan, ya'ni rushun oshkora bo'lgan saqtimi tushib qolishmi yoki qalamoqqa hech qanday tushib qolmagandek unuksinlik qalamoqcha hech qanday yerda bir ravi tushib qolganning ahvoli yo'q. Belki uninki texmi ichkilab tashvirgandan keyin tigida undan keyin bayqildigan bunda saqt xafimi, ya'ni saqt zohirmi, saqt xafimi. Bunun nuqtadimi yana bir qanchaga bilimiz. Yana bu bizningki
bugungi darsimizning asosli nuqtalari bo'ladi. Unda o'zi biz kitobga kirib kelsak, kitobdagi bizning kelgan nuqtamiz mushu hadis mardud haqidagi bayonlardi. Biz xabar mardud va uningki mardud bo'lishning sababi. Boy jadvalimizda bilib qo'yganimizdek, xabar mardud degan nima? Hamda xabar mardud deganni yoki xabar hadis mardud deganni nima ataymiz? Cho'ng jihatda bizningki ojiz va kuchli nuqtadan ikkiga bo'lgan, biri maqbul bo'lgan, biz maqbul haqida tamamen to'liq to'xtalib bo'ldik. Qanday hadislarning maqbul ekanligini, ularning turlari haqida bu. Endi mardud va mardudning sabablari. Hadis mardud bo'lish uchun u ninki ma'lum sabablari bor, biz uni to'xtalamiz. Anda xabar mardudning ta'rifi nima desa, u muxbir bihninki, ya'ni xabarni yetkazgan kishininki rost ekanligi tarjih qilinmagan hadisni ko'rsatdi. Yana unda mutlaq yolg'on degan emas. Xuddi biz hadis sahih dedik-ku, hadis sahih degan bu zotida mutlaq 100% rost degandek emas, mutawatir o'xshamaydi. Balki uningda nimaninki u yetkazgan hadisni muxbirninki, hadisni bizga yetkazuvchininki nima ekanligi rost ekanligi, rasul ekanligi tarjih qilingan, yana tarjih qilingan hadisni biz maqbul deydik. Endi ma'lum desa, xabar yetkazuvchininki rostchil ekanligi yoki xabar yetkazuvchininki sidqi tarjih qilinmagan hadisni biz mardud deymiz. Endi nima sababdan tarjih qilinmagan, nima sababdan bu yerdagi sidqil muxbir bihni biz tarjih qilmaymiz desa, bu biz bilan hadis sahihninki tadqiqotga o'tgan maqbul shartlaridan bir yoki bir qancha shartni yo'qotib qo'ygan. Bir shartni, masalan, bizdagi 5 dona shartni o'tirib qo'ydik-ku desa maqbuldiki. Mushu 5 shartdan bir shartni yoki bir qancha shartni yo'qotib qo'yganlik sababidan hadis mardud qilinadi. Masalan, hadis mutmaninki maqbul shartlaridan birisi nima? Adolatur ruvat. Demek adalet ruvat olmay ravisi adil olmaptı, ravisi cevap fasık koptu, ravisi bu oldu. Demek hadis zayıf. Hadis sahihinin ki hadisin makbul olan şartlardan birisi ittisal-ı senet. Demek hadisin senedi muttasil emasken, munkati iken demek hadisin mardud. Demek hadisinin ki şu yerde koyulgan 5 şartdan bir şartını yoki bir qancha şartını yo'qotgan lekin bo'lsa, bu hadisin buldağı mardud bo'lgan bo'ldi deydi. Endi buning qismlari bu hadisin mardud deganimiz bilan hadisi zayıf deb umuman atagınımız bilan buningki ayrim şu zayıfligining sababi nuqtalarga qarab turib bir qancha qismga bo'linadi. Ha bundan sabablari ulamolarimiz xabar mardudni ko'p qismlarga bo'lgan deydi. Ya'ni bir ko'p qismlarga turlarga bo'lgan. Uning ba'zisiga, mush qismlarning ko'pinchisiga uning xos bo'lgan ismlarni ishlatgan, ulardan ba'zisiga xos ismni ishlatmay, balki umumiy bo'lgan ismini zayif degan nom bilan atagan. Ve bu hadis zayıfninki, yoki hadis mardudninki nurg'ulg'an sababları, nurg'ulg'an nimaları var, turlari var. Endi bu hadis zayıfning, hadis mardudning nurg'ulg'an har bir mustaqil bo'lgan bir ismni ishlatgan hadislar var. Masalan, agar hadis muttaham bil kazib bo'lib qolgan bo'lsa, ravisi muttaham bil kazib, ya'ni ravining adolatidan masala chiqib, ravi muttaham bil kazib bo'lgan bo'lsa, kazib bilan tuhmatlangan ravi bo'lib qolgan bo'lsa, buning hadisiga matruk degan ismni ishlatdi. Eğer hadisdagi isnatda mesela ittisal sanat qarasak, hadisdagi ittisal sanatda eğer o tushib qolgan saqt, ya'ni tushib qolgan ravi isnatning 5'i bo'lgan bo'lsa, isnatninki musannif tarafiga 5'i bo'lgan bo'lsa, buningcha u muallaq, eğer sahoba bo'lgan tarafi, ya'ni asli taraf bo'lib qolgan bo'lsa, hadisi mursal deganga o'xshash, ya'ni uning xos ismini ishlatganlari bor. Ve bazıları çoğudasa, bazıları onunla onda xos ismini ishlatmay, umumiy bo'lgan shu zayıf degan, ya'ni turini mutlaq muhimdaq bir hammasi umumiy ishlatilgan zayıf degan ismni ishlatganlar ama sababi har xil. Demek ki bu yerdagi hadis zayıfninki sabablari ham turlari intayin ko'p. Ama bu yerdagi hadisning sababi sabablar intayin ko'p bo'lsa-mu, ya'ni hadisning sababi hadis zayıfning sabablari intayin ko'p bo'lsa-mu, hadislarning sabablari intayin ko'p. Lekin umuman tanqib etganda bil jumla deganimiz, umuman tanqib etgan vaqtda bu ko'p sabablarning hammasi asosliq bo'lgan ikki sababning biriga qaydi. Demak, bu yerdagi hamma sabablarni biz yig'ib to'shsak, bu yerdagi hadis zayıfqa sabab bo'lgan, hadis zayıfqa bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan bu sabablarni biz yig'ib ekelgan chog'imizda asosliq bo'lgan ikki sababga yig'imjaq bo'ladi. Birinchisi,
Karşı sahtun bilen isnat, yana birisi ta'num fil ravi. Yana birisi cevap isnat rical, yani raviler zincirdeki, yani sahabe tabiinga, tabiin tabi tabiinga bağlanan bir zincir var. Demek muşu zincirdeki üzüklük. Yani üzüklük. Sahtun bilen isnat degine isnatdaki ravi düşüp kalganlığı sebebin, isnatdaki üzüklük sebebin hadis zayıf buldu. Endi bunu bilan zayıf bulduğun hadisning türleri bu umumatan bizninki nait meşhur bolgan köp ulumalarımız ağını çağa 6 bezlerinin çağa 8 türlü çağa şunun katı. Demek ki bir yerdeki bunu bilan zayıf bulgan burkan türler var. Yine bir sözde ta'nun fil ravi. Ravideki yerde düşük kılış yoki yerde sahtı yok yoki üzüklük isnatlik üzüklük yok. Aşağıda ravi sözlülür ama o ravi sözlengen bolsunmu o ravida bir xil eyipniş. Ta'na deganimiz ravininki hadisni o'ziga hadis naql qilishga qo'yilgan shartlarni yo'qotganligiga qarata biladan jarh ta'dil ulamolarimiz tarafdan kelgan ayblashni ko'rsatdi. Ta'na degan. Demak, bir ravida bir ayblanish yoki muttaham bil kazibdi, yoki zabti yo'qdi, yoki fosiqdi, yoki udi, yoki budi deb kelgan mush ayblanishlar hadisninki zaif bo'lishiga olib boradi. Demek bu asaslık bo'lgan bu ikki sababninki, ikkidan aslininki sababning aslida nihoyat ko'plagan mutaaddida, ya'ni nihoyat ko'plagan turlar bor. Endi bu turlardan biz inshaalloh birinchisi shu mardud turininki umumiy isi hisoblanadigan zaif tadqiqot bilan boshlab inshaalloh her bir qismni mustaqil nima qilaman so'zlayman deydi. Her bir qismni mustaqil so'zlayman. Demak, avval biz umuman bütün qismlarining mush hadis mardudning bütün qismlarining umumiy ismi bo'lgan. Hammasini o'rtaq ismi bo'lgan zaif. Ya'ni zaif degan mush mardudning har qanday turning hammasi zaif. Demak, bu zaif degan nima deganini tushuntirib o'tib bo'lgandan keyin, ondan keyin unda saxt sababli zaif bo'lgan ma'lumot, millat sabablik ta'num fil ravi, yani ravideki ibn sabablik zaif bo'lgani ma'lumot deb har bir turda ayrim to'xtalaman deydi. Unda da bizdeki birinchi bizning bu mardud haqidagi so'zmoqchi bo'lgan birinchi babimiz zaif degan nima? Zaif deganimiz nima degan gap deydi. Zaif degan yuqorida deb o'tdik-ku, zaif deganimiz mush hadisi mardudninki, ya'ni mardud bo'lgan, mush maqbul bo'lmagan umumiy hadislarning hammasining o'rtaq ismi zaif. Hadisi maqbulga kiramagan butun hadisning o'rtaq ismi zaif. Ama bu zaif deganning istilohiy lug'iy ma'nosi nima desa, bu ta'rifda zaif degan lug'atda qaviyning ziddi. Xuddi sahih, ya'ni qalbiniki va saqinning ziddiga o'xshash. Endi bu yerdagi zaifninki, va qaviyning ziddi bo'lgan bu zaif, o zaif hissiy va ma'naviy bo'ldi. Ya'ni hissiy narsalarmi? Yani zaif bu ojiz, yani ma'naviy shaylarni ojiz deyil ekanmiz, ham hissiy bo'lgan moddiy shaylarni biz deymiz zaif deydi ekanmiz. Ama bizning bu yerdagi bu hadis, bu bizningki hadis bu emas va moddiy bo'lgan bir shay yoki bir kuch yoki bunda talab qiladigan bir moddiy shay bo'lmag'achqa, bu yerdagi bizning maqsadimiz bu hadis zaif degandagi bu yerdagi zaiflik qarshi ma'naviy zaiflikdir. Demakki, zaifning lug'at ma'nosi. Ana islohda nima desa, o hasanlik sifatini nima qilinmagan, jug'lanmagan hadis. Yani hasanning shartlaridan bir shartni yo'q. Demek endi bu yerda sahihning shartlari nima? Demak, sahih shartini to'shalmagan bo'lsamiz, sahihdan hasan tuvan qo'y. Demak, sahih bo'lish uchun chuqur tamomimiz zabt bo'lish kerak, masalan, zabtida. Ammo hadis hasan bo'lish uchun mutlaq zabt bo'lsa bo'ldi, uning tam bo'lishi shart emas unda. Demak, endi misharlan farqi hasan bilan zaifningki farqi. Endi demakki, bir hadis o'zida bir hasan hadis bo'lish salohiyatini jug'lanmagan bo'lsa, o'zi mustaqil u hadis nimadir va zaifdir. Demek en tuven yani şu ölçem. Ve onun şüphetkine o bütün hemmisi zayıf buludu. Şu an bizdeki Baykuni, özünün menzumensi de menzumetul Baykuni'de şunda bir şirk yapıyor. Kullu ma en rutbetul husni kasur fehuve zayıf ve huve aksamun kusur. Demek ki o hasenlik mertebesinden nima qalgan kem yani çok tuven kip qalgan her qanday bir hadis o zayıfdır, o nayet köp kısımlar bulunur. Aksamın kusur nayet köp kısımdır. Demek her qanday bir hasan derecesi gitmeyen. Demek hasan derecesi gitmeyen degeni zaten lekin bir tariqa ola onu gitmeydi o zayıflık derecesiga baramagan bo'ldi. Zayıflık hasan yuqurishga. Demek hasan o bulanmalık, zayıf mı bulanmay? Demek sahih o bulanmalık, sahih o bulanmalık, sahihden mi düşüp
hasan mı bulanmay düşüp ketken barlıq hadisning o'zi ismi nimadir va zaifdir. O zaif umumiy bo'lgan nom, ammo ularningki qismlari ko'p qism bor. Va aqsam mumkin ular ko'p qismdir. Ana bizda umuman sahih degan hadislarimiz mi? Yani bir hadisni sahih degan chig'imizda uningki darajalari o'rtaq bo'lmay, ba'zilari eng sahih, ba'zilari deb bir asahhul asanid degan bir bobni biz oldin qatam ko'rgan, sonda bor haqiqatan. Demak, asahhul asanidga o'xshash bu yerda zaifdimi? Bu yerda farqli qilib, eng zaif bo'lgan isnodlar, eng zaifninki eng kuchli tilmalarni qilgan degan shundoq bir masalalarni ko'rsatgan. Demak, endi bu yerdagi buni farqi nima desa, bir-biriga zaiflar borki, bu favqulodda zaif. Shunga bir asahhul asanid o'xshaydigan avhanul asanid degan ismni ishlatdi. Ya'ni asnadlarninki eng ojizida bu yerdagi avhan degan ibora bilan bunda ishlatganlari bor. Demak, bu zaiflikning martabasi uningki zaiflikninki raviylarininki zaiflikninki şiddeti, yani zaiflikning bek zaif bo'lishi, yani qattiq bo'lishi yoki yengilroq bo'lishi bo'yicha farq bo'ladi. Go'yoki sahih farq qilgandek. Sahih farq qilganga o'xshash, bu yerdagi zaifmi o'zininki, nimasidan o'zininki sahih, nimaga zaif bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan sabablarninki eng kuchli bo'lishi yoki nichava ojiz bo'lishidan farq qilinib, bu yerda farq bo'ldi. Masalan, bularning qatorida nimalar bor? Zaif bo'lganlar, normal zaif. Zaif deymiz normal. Ya'ni bu yerdagi zaif nima va zaif normal bo'lgan zaif. Qanday zaif? Biz Hasandan babida o'qiyo, demak bu normal. Shunga agar ikkidan sanat ayrim hadis aziz bo'lib, ikki sanatdan kelgan bo'lsa, u hasan li g'ayriga aylanadigan zaif. Demak bu normal zaif. Yani bir sözcüğü zayıfın cidden. Yani bu zayıf bu zayıflıktan çaba yani ciddenlik takip düşünümüz var şunda o. Nayeti zayıflık bek zayıf bo'lgan. Yana birisi qasid ise el-vahi ve munkar. Yani qattiq vahi degan çaba qattiq tugan zayıflar ve munkar. O zayıf bo'lib qolmay, o sahih hadislar g'izib kelib taxmi o'zining zayıfligini oshirib olgan. Yani zayıf bo'lib taxmi zayıfligini oshirib olgan hadislar. Demak, bu yerdagi eng ba'zi munkar mesela en zayıflardaki en zayıf bo'lgan hadislardan birisi. Mesela şuna o'xshash ba'zilarimiz chava zayıfın cidden deymiz, umuchava keldi, yoki chava zayıf deb normal keldi. Demak ki, endi o zayıfning turlarininki eng yomoni mavzuudir deydi. Endi bu mavzu ne? Hadisning qatoriga, zayıfning qatoriga bir-birini ulamolarimiz tiqqan, bir-birini tiqmagan bir yerda farq bor. Demek hadis mush kitob bo'yicha hadis mavzu hadis zayıfning turi bo'lib, u hadis zayıfning turlari ichidagi en aciz, en zayıf bo'lgani bu hadis mavzuudir. Hadis mavzu degandan degan gap o'zim baba kelgan deymiz, men qisqa böyle. Hadis mavzu deganimiz Rasululloh nomidan yolg'ondan to'qilgan, muxtarah bo'lgan, yolg'ondan to'qilgan bir so'z. Yani Rasulullohga hech qanday bir aloqasi yo'q. Bir yolg'onchi kazzobdan birisi kelib, Rasululloh bunda degan bir so'zni biz deymiz va mavzu deymiz. Şu ulamolarimiz bunu asla bu hadis zayıfning turini emas. Bu hadis emas, bu hadisni qatnashgan bo'lmaydi. Shuning uchun buni hadis zayıfning qatoriga tiqmaymiz. Bu ayrim bir bobda mavzuning bobida ba'zi kitoblarda shunday yoziladi. Ama ba'zi kitoblarda ma kitobga o'xshash bu yerda nima deymiz? Zayıfning qatoridan bo'lib, ammo zayıfning misoli eng yomoni, eng misoli nacharlardan ko'rsatadi. Demak, mavzu bunda xatarlik bo'lgan. Yani bir semt evhanul asanet, bu asahul asanet o'xshash bayligimizda, bu evhanul asanet yana bizden aldığımızda çıkıyordu. Evhanul asanet degan isnatlarning eng ojizi. Demak, shunda bir isnat tikab qolgan bo'lsa, har qanday hadis kelsa bu chava eng xatarli hadis ekan, eng ojiz hadis ekan bu deganni bilsak bo'ladi deydi. Endi bu yerda biz asahul asanid nima mutlaq bir isnodni asahul asanid deyishga bo'lmaydi va loyiq bo'lmaydi. Shunga ma'lum kishilarga nisbatan asahul asanid ma'lum, ma'lum kishilarga nisbatan asahul asanid ma'lum deb bizning imomlarimiz nisbatan asahul asanidni ma'lum bir qismlarni misol so'zlagan. Avhanul asanid shunga o'xshash. Demak, mushu asahul asanidning zikri iborat sahih haqida ilgir o'tgan bizningki mazmunlarimizga binoan ulamolarimiz zayifning tadqiqoti haqida avhanul asanid deb atalgan bir narsani so'zladi. Sahhul asanid degan zikr qilingan bir fransuz bir o'lcham bor. Shuning bo'yicha sahhul asanid deb atalgan bir islohni keltirgan ulamolarimiz. Endi sahhul asanid haqidagi bu isnodda Hakimun Nisaburi mishalik avhanul asaniddan bir bölükne cümleten kebiyatına köp boğan bir bölükünü
keltirgan sahobalarning ba'zisidan yoki jihad taraflarninki mashhurlarning mag'ribliklarning deganga o'xshash taraflarning ba'zisiga nisbatan yoki shaharlarning masalan iroqliklarning shomliklarninki kufaliklarning deganga o'xshash manda falanga nisbatan endi mushlarga nisbatan bo'lgan bir bo'lak ko'plagan nimalarni keltirgan deydi mush avhan asani keltirgan. Qanday degan mavo falon sahaba nomidan tuzilgan. Masalan Ibn Abbos nomidan tuzilgan eng avhanul asanat, ya'ni eng zaif bo'lgan, eng ojiz bo'lgan bir mavo sanatdir. Mavo sanat ko'pliklarning nisbatan eng zaif bo'lgan sanat mavo falon nisbatan eng zaif bo'lgan mush yo'l shu deganni so'zlagan. Endi men bu yerda boshqa bu gaplarni siz asahul asanat tafsirida to'xtalib bo'lgandan keyin u farqlantirishni jiq to'xtalmaymiz. Shunga ama misollar qo'ysak, deydi Hakim Nisaburininki bu kitobidan ba'zi misollarni so'zlayman deydi va undan boshqa Hakim Nisaburining kitobidan va kitobidan boshqa kitoblardan ba'zi misollarni so'zlayman. Birinchi misol, masalan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu nomiga tuqilgan, yoki rivoyat qilingan, tuqilgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuninki tarafidan rivoyat qilingan, ya'ni shuni sanad tarafsidan rivoyat qilingan mushunga nisbatan bo'lgan eng avvalal asanid qolsa sadaqada Musa daqiqi u firqat as-sabkhidin u murattibin u Abu Bakr rivoyat qilingan hadis bu eng nimadir eng zaiflarning ichidagi mush Abu Bakr nisbatan Abu Bakr nomidan Abu Bakr ikki sanadi bilan rivoyat qilgan hadislarningki eng zaif bo'lgan yo'li mushudir deydi. Yine birisi qarşı ise Asanid Şamiyin, Şamlıklarınki en aciz bo'lgan sanadi. Muhammed ibn Qays al-Maslub, o rivayet qildi Abdullah ibn Zahrdan, o Ali ibn Yaziddan, o Qasimdan, o Abi Umame Bahri'dir. Demek bu rivayet qilgan bu hadis musnad, yani muhilla sanatga kelsa, bu Şamlıklar ichidagi eng nimalarniki va eng aciz, eng zaif bo'lgan bir yo'l, bir sanat hisoblanadi ekan. Yana birisi qarasa İbn Abbas radhiyallohu anhuninki din isnodiki bo'lgan shu Ibn Abbosninki isnodlari ichidagi ya'ni shuning silsilasini rivoyat qilgan isnodlar ichidagi eng ojiz bo'lgan isnod bir qarasa Suday as-Sag'ir Muhammad ibn Marwan o Kalbiydan Abi Salihdan o Abi Salih Ibn Abbosning rivoyat qilgan bu isnod eng zaifdir deydi. Dediki Hafiz Ibn Hajar mush isnod haqida Ibn Abbosninki bu avval asanid bo'lgan ma misolga nisbatan deyki hazihi silsilatul gazib la silsilatul zahab. Bu nimadir bu yolg'onchilar zanjiridir, yolg'onchilik zanjiridir, erguzmu 6 zanjir emasida. Shu aniq bizningki asahul asanid babiga asahul asanid bab qo'yilgan bu yerdagi silsilaga ulamolarimizning ba'zisi unga silsilatul zahab, masalan imomdan rivoyat qilgan munda bir sanatlarga bir nimalardan silsila bo'lgan buni ulamolarimiz silsilatu zahab deb ishlatgan qo'y. Endi mava silsilatu kezib bu yolg'onlik zanjiri bu deydi. Demak buni qattiq zaif demakchi. Demak ba'zi zaif bo'lma eng kuchli bo'lgan zaiflardandir. Shunga bu yerdagi misollar qarasak, bu yerda hozir 3 misolni keltiribdi. Bu yerdagi misollarning hammasida naiti zaiflar kuchli bo'lgan raviylar hammasi ichida ba'zilari bu orasidagi ba'zilari nait aciz normal derecede zayıf bo'lsa bu isnodlarning har birida nəhayət kuchli bo'lgan zaiflikqa ta'sir ko'rsatgan kishilar bor. Masalan, o Şamlıqlarni qarasak, Muhammed ibn Qays al-Maslub, Maslub yerdagi Qays al-Maslub so'zliqi va bu Rasulullohga yolg'ondan hadis to'qish jinoyati bilan darg'asilingan deb rivoyat qilgan kishilarning birisi. Ya'ni shu yerdagi yana boshqa aslidagi sanatlarga qarasakmi, masalan, bu yerdagi nimaningki Suday as-Sag'ir Marwan Kalbiydan rivoyat qilgan hadismi bu yerdagi kuchli zaif bo'lgan raviylardan qasdi. Demak, bu yer isnodninki sizlar kazib deb atalgan yoki avval asanid deb atalgan bu isnodlardagi raviylarninki bir qismlari normal zaif bo'lgan bo'lsa-mu, o'sha isnodda bir yoki bir yuqori bo'lgan, ya'ni kuchli zaiflikka ta'sir ko'rsatgan bunda raviylar bor. Shuning uchun bu yerdagi bunda ismlar uchrab qolsa, buni diqqat qilish kerak demakchi. Misoli, masalan bu zaifning misoli qanday uchun masalan qanday keltirib zaifning misoli buni Tirmizi o'zining Hakim ibn Asramdan o ibn Abi Tamima Ceymiden o Ebu Hüreyr'den
Ebu Hüreyre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp keltirgen hadisi. Dedi ki: "Men ata haizan ev imraten fi duburiha ev kahinan faqad kafara bima unzila Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem." Demek muşu hadis bir yerde bizdeki hadis zayıfninki bir misali. Eğer bir yerdeki zayıfnin misali neydi biz tapımız bunu isnattın. Isnat. Andaki dedi mesela bu hadis karsak Tirmizi'ne gibi andaki de Tirmizi bu hadis keltirip boğandın ki bu hadiste fakat biz Hakim ibn Esrem o neden Ebi Taymetul Huceyni miyden o Ebu Hüreyre'den keltirgen muşu yol arkalıklan tunuyuz. Ne bu diyen ki andınkin diyen o bizden Tirmizi yani bu ise Tirmizi rahimahullah etti ki ve za'afe Muhammed hazel hadis min qibal isnadihi. Yani Muhammed yani Muhammed ibn İsmail Bukhari yani bizden Bukhari'nin demek ki Muhammed'den Muhammed ibn İsmail Bukhari bu hadisini zayıf dedi onun isnadı taraftan. Yani bu hadisinin isnadındaki bir zayıflık sebebinden bu hadisini bizdenki bizden muhaddislarning imom bo'lgan İmam Bukhari yani Muhammed ibn İsmail Bukhari rahimahullah bu hadisini zayıf degan deydi. Deydi madem. Nimiş ki Bukhari bir yerdeki bizdenki Tirmiziden nakl kılış boyunca Bukhari bu arada zayıf degan, zayıf buluşunu ko'rsatgan sebep nimitdir desa, deydi ki deymimen çünkü bunun isnadında Hakim ibn Esrem var. Demek Hakim ibn Esrem degan ravi muşu sebepler yani muşundaki bir illet, muşundaki bir sebebinden bu hadis zayıf bo'lib qolgan. Çünkü bu Hakim ibn Esrem degan kishini ulamalarımız za'afahu bu hadis zayıf bo'lgan kishi deb bunchaga zayıfga nisbatlagan. Haqiqatan mush haqda yana Hakim ibn Esrem haqida Hafiz ibn Hajar o'zining kitobi Taqrib bu Tahzib degan kitobida fihi layn yani demak zayıf degan ma'noda. Demak unda bir ojizlik bor, yani zayıflik bor degan atalg'uda unga fihi layn degan bir xil jarh iborasi ishlatgan. Demak bu yerdagi bu jarh qilingan, iyiblangan ravi bo'lganligi sababidan bu kishininki sebebinden bu hadisning sanadidan nima bo'lib ketdi? Zayıf bo'lib ketdi deydi. Zayıf degan shunday. Demak, yoki shu so'zlangan ravilardan birisida ta'ni, ya'ni ayblashga, jarhiga yo'liqdi, yoki bo'lmaydi, ya'ni muqallava ittisol sanad yo'q bo'lib, ya'ni inqita maydonga keldi. Bunlar bir yerda hadis zayıf biz muhimda tushunsak bo'ldi. Bu hadis zayıfning turlari haqidagi biz ma'o inqita sababidan zayıf bo'lganlari bundan keyin nima sababdan ta'ni sababidan zayıf bo'lganlarni ayrim to'xtalgan vaqtimizda bu yerdagi masala qarab oydinlashib qo'ydi. Bu yerga to'xtalmaymiz. Endi bu zayıfni bu shuncha tushunsak bu zayıf shu. Ammo bu hadisning zayıf qilishining hukmi. Yana birisi unaga amal qilishining hukmi qanday bo'ldi deydi. Desa bizda bu yerdagi hadis maqbulni rivoyat qilishgan bo'ldi, amal qilishgan bo'ldi shunda. Ammo hadis zayıf kelsak, uni rivoyat qilish kelsak, ahli hadisning nazarida va uning boshqa fuqarolarning nazarida hadis zayıfni rivoyat qilish durust. Hadis zayıfni rivoyat qilish durust va uningki isnodlarida min g'ayri bayon zayfiha, ya'ni uning zayıfligini bayon qilmay turib yani onun zayıflıkını mahadisi zayıf deb çoğumunu baha bırakmaydı ekende, bunda bu hadis baken deb lekende, onu rivayet kılış mı durwa, onun tasahhul kılış, onun bunda kan yol tutuş mı durwa, durusttur. Ama mevzu'nun hilafı bilen deydi. Hadisin mevzu olsa bunu rivayet kılış mı durus emez, bunu oça tasahhul. Demek hadisin mevzu olmagan, hadisin mevzu olmagan her kanda zayıf hadisin mevzu olmagan zayıf hadisini, onunla o hadisini rivayet kılış, ve isnadını bu da zayıflık var deyip koymay durup yani tasahhulluk olan yetkiziş müdürüye durustur deydi. Ama hadisin mevzuuna hilaf bilen ki hadisin mevzuunu fakat onun mevzularını bayan kılış bilen o rivayet kılıyor. Demek ma hadisini başkan agahlandırış üzün. Demek hadisini mında bir mevzu hadisi var bunu işenmeğine ya ki mında bir hadis mevzu var bu cevap bu yalgan deyin yaptı başkan agahlandırış için onun mevzularını yalganlıkını Resulullah nağılın tokulgan bir muhtara bir yalga yavdak kellikini bayan kılışlar rivayet kılsı buldu. Ama mevzu olmagan başka zayıflarını onda mevzu zayıftı bu deplikini onun zayıflıkını bayan kılmay rivayet kılsak hem onundan bayan kılışka dek bir zor dep karmasakın buldu ama bunun
asosli ikki sharti bor. Hasıl ise birincisi bu aqidaga aloqador olması kerak. Mesela Allah'ın sıfatı o'xshash. Demak, Allah'ın sıfatı o'xshash aqidaga aloqador bo'lib qolgan chaqda, masalan, bu yerda buningki bu chaqda bu uni rivoyat qilish yoki uning isnodida masalan bu zaifdir deb uni bayon qilmasak bo'lmaydi va to'g'ri bo'lmaydi. Yana birisi bu hal haromga aloqador bo'lgan ishlardan iborat shar'iy ahkomlarni bayon qilish haqida bo'lmasi kerak. Demak, bu chuqur bu uning ustiga shar'iy hukm qurilib, ma'nodan va harom chiqadi. Ma'no hukmi halol deb bu yerda hukmga aloqador bunda hadis bo'lmasi kerak. Agar hal harom bilan chetladigan hukmga aloqador shar'iy hukmga aloqador hadis bo'lib qolgan bo'lsa, chuqur uni chava halqa isnodini aniqlash bilan, ya'ni uningki zaifni bayon qilish bilan rivoyat qilsa bo'ldi, ammo unda siz nimasini isnodini zaiflikni yoki zaiflik sababini bayon qilmayligida tasahhullik bilan nima qilish va rivoyat qilish durust emas. Demak, bu ikki satga diqqat qilishimiz kerak deydi. Demak, endi mushadiki biri aqidada bo'lmaydi ekan, yana birisi hal haromga aloqador shar'iy hukmlarga aloqadorlarni qilsak bo'lmaydi ekan shunda. Endi masala chiqadiki, demakki masala mishari keldiki, bu zaif hadislarni mavaizlarda, boshqalar bo'lgan nasihatlarda, targ'ib babida, demak amallarga boshqalarni qiziqtirish haqlarida yoki ba'zi bir gunohlardan boshqalarni qo'rqitish, targ'ib, ya'ni qo'rqitish bundaq bablarida va qissa, masalan, ilgari qasas manqablana burun qo'ladiki, qissalar Bani Isroil andadi bundadi u ahvollarni bayon qilish haqida va shunday o'xshash mazmunlarda zaif hadisni u zaiflikni bayon qilmay turibmi, hadisni rivoyat qilish durustdir deydi. Hem shuningdek, mimman ruya anhu at-tasahhul fi riwayat Sufyan as-Sawri. Demak, mushu hadis zaifni rivoyat qilish nima qilgan, rivoyat qilishninki haqida tasahhul rivoyat qilgan. Ya'ni buni zaifni bayon qilmay, hatta zaifning sababini bayon qilmayligida rivoyat qilishda mushu tasahhul, keng yo'l tutgan, keng yo'l tutish rivoyat qilgan kishilardan birisi Sufyan as-Sawri, yana birisi Abdurrahman ibn Mahdi, yana Ahmad ibn Hanbal. Hattoki amel haqida so'zlaymiz go. Ba'zilarni amel haqida Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh gar zaif bo'lsa, gar zaiflik qattiq kuchli zaif bo'lmaydigan bo'lsa, buni amal bag'moqlar kirilgan. Demak, bu yerdagi masala nima desa, hadis zaif bo'pti, maydamiki u aqidaga aloqador bo'lmabdi, va shuningdek chava hal harom bilan chetilgan shar'iy hukmlarga aloqador bo'lmabdi, faqat targ'ib babida, boshqa nasihat qilish babida, qissalar babida bo'lgan bo'lsa, buni rivoyat qilish durustdir deydi. Ammo bu yerda bir ish bor deydi. Bu yerda garchi hadis zaif bo'lsa-mu, bu shunday zaif hadisni zaifligini bayon qilmay turib, bunda ikki shart bilan yuqori shart qilishni rivoyat qilsak durust ekan. Ammo durust bo'lsa-mu, uni isnodsiz rivoyat qilgan chog'ingizda, zaravaytuhu min g'ayri isnod, uni isnodsiz rivoyat qilgan chog'ingizda sizga shuning diqqat qilishingiz kerak ekan, haqiqatan bu diqqat qilish kerakki, fala taqul fi. U haqda, u hadis haqida demanki, qala Rasululloh kaza demak. Rasululloh bunda dedi. Rasululloh bunda qilgan debliganda bunda jazmi siyg'lan ishlatmang demak. Rasululloh haqida bunda bir hadis zaifkan. Madamki siz u hadisning zaif hadisning sababini so'zlamadingiz. U zaiflikning sababini so'zlamadingiz, ya'ni sanadsizlikda rivoyat yetkazmoqchi, u targ'ib haqida, tarhib haqida bo'lg'achqa, yoki javob qisas haqlarda bo'lg'achqa so'zingiz durust, ammo durust bo'lgan diqqat qilgan bir ishingiz borki, bu yerda demanki, qol Rasululloh kaza, fa'ala Rasululloh kaza deb jazm siyg'lan ishlasa bo'lmaydi. Faqat denki, ruya Rasululloh kaza balagana anda yuqori jazmi siyg'lan emas, tamriz siyg'isini. Tamriz siyg'isi çünkü zaif hadis. Hadis zaif bo'lgan ekan, uni zaifligi azroq ishora qilgan ma'lum siyg'lan ishlash kerak. U qaysi ruya. Rasulullohdan bunda ish rivoyat qilinibdi. Rasululloh bunda deyilibdi. Yoki Rasulullohdan bunda so'z bizga yetdi. Bunda gap bor. Direkt bu yerda Rasululloh haqida kelganligiga, Rasululloh uni deganligiga jazmi siyg'ini ishlatish bilan bo'lmaydi. Bunga diqqat qilishingiz kerak deydi. Nima ish qilsa, mush hadisninki li alla tajzab nisbat zalika hadis Rasululloh va anta ta'rif zalika. Demak, mush hadisning Rasulullohga nisbat qilishini jazm qilib qolmoq uchun. Bu holbuki siz uning zaifligini bilasiz, ammo siz yetkazgan tundagi odamlar uning zaifligini bilmaganligidan siz uning zaifligini bayon qilib bermaganligi, voy shunda Rasululloh deb degan chog'ida jazm qilinib qolmaslik uchun bu bir ruya, hukiya yoki qiyla yoki nechog'i shunga o'xshash bir
temriz siyg'isini ishlasangiz, o anlagan odamga ha bu menda deyilibdi degan qaraganda azroq deblikini bir kallasida bir signal paydo bo'ladi. Ammo cho'qim Rasululloh mundaq qilib jazmi siyg'ini ishlatgan chog'ingizda masala chiqadi. Shunga mundaq zaif hadislarni isnodni bayon qilmay rivoyat qilgan chog'da diqqat qilgan ishdan birisi shu demakchi. Yana birisi shu zaif hadisga amal qilish masalasi. Zaif hadisga amal qilish. Demak, maqbul hadis degan maqbul hadisninki hukmini bitdi, uni rivoyat qilish quduruz, hatto uningga amal qilish vojib. Amal qilish vojib. Demak, hamda bu yerdagi mardud hadislarga amal qilishning hukmi nima desa, ulamolarimiz zaif hadisga amal qilish haqida ixtilof qildi deydi. Bizdeki o'xshamagan fikrlarni bayon qildi. Demak, ba'zilarimiz amal qilamiz deydi, ba'zilarimizcha amal qilmaymiz deydi. Demak, bu yerdagi zaif hadisga amal qilish haqida ulamolarimizda bir qancha qarash shakllangan. Vallazi alayhi jumhurul ulama, ya'ni jumhurul ulama tutgan qarash, vallazi alayhi, ya'ni ustida bo'lgan qarash shuki, qanday qildi? U zaif hadisga amal qilish mustahab fazail a'malda. Yani vojib degan gap yo'q-a? Fazail a'malda u zaif hadisga amal qilish mustahab. Amal qilish mustahab. Yani mustahab shunisi o, yani qilsang yaxshi, qilmasang javob jinoyat yo'q degan. Demakki, bu yerdagi lekin shu zaif hadisga amal qilgan chaqda bu yerda 3 shartga nima qilish kerak? Rioya qilish kerakki, u 3 shartni Hafiz ibn Hajar o'zining kitobida, Nuhbatul Fikr degan kitobida buni ro'shan bayon qilgan. U 3 shartning birinchisi qaysi? Zaif nima bo'lish kerak? U zaif bo'lgan bilan zaif amal qilsak bo'ladi deganlik mutlaq, ya'ni mutlaq butun zaiflar emas. U zaif birinchisidan bo'lmasa kerak va g'ayri shadid, ya'ni qattiq zaif bo'lgan, munkarga o'xshash, hatto mavzuni zaif qilsa mavzu qo'g'i bunda aniqlamaya, anda qattiq zaif bo'lib qolgan hadislar bo'lmasa kerak. Yani zaif hadis mursalga o'xshash, hadis muallaqqa o'xshash ekanda. Demak, bu yerdagi zaif normal bo'lgan zaiflar bo'lishi kerak, unda zaif shadid bo'lmasa kerak. Yana birisi o hadis unaga amal qilgan bir aslilikka kirish kerak. Demak, bu shariatimizda bo'lgan bir aslilik ekan. Masalan, hadis zaif biz amal qilmoqchi bo'ldik. Amal qilishni biz durust yerdagi zaif durust. Bak, bu ikkinchi sharti u bizga keltirgan bu hadisning mazmuni, hadisdan bizga keltirilgan hukmi umumiy amal qilinadigan asosdan biri kirish kerak. Masalan, bizda bunda bir hadislar bor. Masalan, normalda nafl namoz o'qish. Mesela namazdan hükmü, nafl namaz o'qish, 2 rekat namoz o'qish, 2 rekat namozni 2 ruku bilan, 4 takbir bilan o'qiymiz-ku shunda. Mushkil shakl ma'mulun bi bo'lgan bir asli. Bir hadis kitobda zaifkan. Falan vaqtda bunda 2 rekat namoz o'qisang, bunda yaxshi deb buni fazil haqida bir hadis kelibdi. Demak, fazail amal. Ham bu hadis amal qilingan, umumiy amal qilingan bir aslininki demakcha direkt kirib keldi. Bir yer bir sıkıldığı iş yok. Demek bu hadis'e amel kılışı oldu. Ama bir hadis var ki, deydi o hadis. Mesela bir namazla hakkında bayan kelgen. Bu namaz qanday namaz, bu namaz o'qishni aytib, uni deb bayon qilinib bo'lib, ba'zi hadislar borki, u namoz savab biz tunuydigan namoz emas. Biz uningki rukusi mancha, ma'lum uning o'qilgan nimalardagi rukudagi sajda haqidagi o shakllardan tortib hech qaysi biz ma'mulun bi bo'lgan bu asosga kirmaydigan. Shunga bu hadislarningki hadislar agar zaif bo'lib qolsa, shunda boblarda muhim shakllardagi sahih bo'lsa masala yo'q. Agar zaif bo'lib qolsa, bu chaqda bu hadisga nima bo'lmaydi va amal qilolmaydi. Bu hadisga amal qilolmaydi. Buni javob tashlaymiz. Cho'qim asosini aslini bizga nima qilib beradigan, bayon qilib beradigan bir aslini topgan chaqda undan keyin nima qilamiz bo'lmasa amal qilmaymiz. Yani üçüncü şartı karşılırsa, onun nima qilgan chaqda, amal qilgan chaqda uning subutini, yani Rasululloh shunday dedi deb uni subutini e'tiqod qilmaslik kerak. Balki ehtiyot e'tiqod qilish kerak. Ehtiyot. Demak, Rasululloh shunday degan bo'lishi mumkin. Garchi zaif bo'lsa, bu yana zaiflik, qattiq zaif bo'lgan, yolg'onga yaqin bo'lgan darajada zaif bo'lmagan ekan, yani zaif normal zaif bo'lgan ekan. Demak, Rasululloh agar buni deb bayon qilgan bo'lsa, men buni amal qilg'isiz qolmaydi, bir ehtiyotni e'tiqod qilish kerakki, hargizmi buni amal qilganlik sababimiz bilan buni chuqur Rasululloh bundoq degan, Rasulullohdan mush isbotlangan deb keskin jilmiylikni, subutni e'tiqod qilmaslik kerak. Demak, mush 3 shart asosida, ya'ni hadis qattiq zaif bo'lmaslik, yana bir sabab hadis amal qilingan bir hadisning mazmuni, amal qilingan bir asosning daxil bo'lgan bo'lish,
Üçüncüsü qaysi amal qilgan vaqtida u hadisninki nimasini subutini, ya'ni Rasulullahga nisbat bilgan lekin jazmiy e'tiqod qilmaslik kerak. Ya'ni bu üç şart bilan hadis zaifqa amal qilish durust deydi. Bizningki meniki va Ibn Hajar rahimahullohning qo'ygan sharti shu. Amal qilish kerak degan. Yani mustahab deganlarninki. Yana birisi qaysi desam demayadiki mazmun, ya'ni mushu zaiflar hadislarni haqida tuzilgan kitoblarda qanday hadislar zaif bo'ladi yoki zaif raviylar kim, zaif hadislar nada? Endi mush biz bilmoqchi bo'lsak, u ya'ni mazannatu zaifninki topilgan o'rnolgan kitoblar. Birinchisi qaysi zaif raviylarni bayon qilish haqida tuzilgan kitoblar. Zaif raviylarni nima bayon qilish haqida tuzilgan kitoblar, masalan, Az-Zu'afa degan kitob, Ibn Hibbanning kitobi, yana birisi Mizanul I'tidal degan kitob, Imom Az-Zahabiyninki. Bular hammasi zaif hadis rivoyat qilgan. Agar shu kishilarning ismi bir sanatda zikr qilinib qolsa, hadis nima qilgan va zaif qilingan. Demak, bu yerdagi zaif raviylarni bayon qilish haqida so'zlagan kitoblar. Ammo bular mush nimalarningki va shu raviylar uningda bo'lganligi sababidan zaif aylangan hadislarga misol qilib so'zlagan. Demak, mavla bo'lib qolganlik mush raviylar bo'lib qolgan yerdan falan hadis zaif bo'lgan, ma deb javob bir misol sifatida nurg'un hadislarni keltirgan. Ya'ni bu yerda ko'raymiz deydi. Yana birisi maxsus zaiflardan ma'lum bir turi haqida. Masalan, maxsus zaif hadislardagi al-muallaqat, al-mawa, ilal, al-marasil degan o'xshash bunday nomlarda. Ya'ni zaif hadisning turlarining ma'lum bir turda mustaqil tuzilgan kitoblar. Demak, shularimiz zaif. Masalan, kitob al-marasil degan kitob, ya'ni ism mursal zaif qo'y, mursal zaif xafif, ya'ni shadid emas. Ya'ni al-marasil deb javob tuzilgan kitob. Yana birisi al-ilal degan yana birisi al-mudraj. Mudraj hadisning bir turi. Ya'ni bu haqda tuzilgan kitoblarning birisi. Va undan boshqa masalan al-marasil degan kitob Abu Davudninki, ya'ni misoli al-ilal degan kitob Daruqun. Demak, bu kitoblarga qarasak al-ilal muhammad zaif, marasillarning hammasi zaif, demak ham zaif hadislar. Ammo bu zaiflar ichki ma'lum bir turni yo'qlab, turni yig'ib keltirgan kitoblar. Ana bu yerga qarasak biz zaif hadislarning misollarini topamiz. Demak, endi bu yerda nima degan gapimiz? Zaif hadislar mush kitoblardan boshqa kitoblar yo'q demakchi emas. Bu zaif hadislar nurg'un kitoblardir bor. Hattoki bizningki shu Buxoriy Muslimning oroldiqo Sahih Buxoriy, Sahih Muslimni sahih buningda maxsus sahih to'plangan kitob. Ama ondan başqa umumiy masanidlarda, musnadlarda, ma'ajimlarda ve ondan başqa sunanlarning ishida ma'lum azdur, ba'zida ma'lum ko'pdir, chiqitmalar va zaif hadislarni shurtalaymiz. Endi ma'lum deganimiz mushundan chiqqancha bundan boshqa zaif hadislar deb o'ylab qolmaydi. Bu kitoblarningki g'ayrida nurg'un zaif hadislar bor. Biz yuqorida degan chig'imizda asosliq shu umumyuzlik hadisni mardud qilib qo'ygan yoki zaif qilib qo'ygan sabablarning hammasi asosliq yig'ilib ikki nuqtaga markazlashadi. Birisi isnatdagi saqti, yana birisi raviyadagi ta'ni degan shunday, ta'nun fil raviy degan. Demak, endi buni ayrim bilib, bunda ta'nun fil raviy degan nima, undan qanday hadislar zaif bo'ladi, saqtum minan isnat degan nima, bu sababli qaysi hadislar zaif bo'lgan, buni biz ma'babda inshaalloh taniymiz. Demak, hadis mardudninki saqt sababin, ya'ni isnatdagi tushib qolish sababidan bo'lgan mardud bo'lgan hadis. Endi buni biz shu isnat degan yoki sanad degan yoki qaysilar bo'ldi, sizlarga açıqdan so'zda takror so'zdik. So'zlashgan balkim zo'r emasdi. Shunda adamim sanad muttasil bo'lish uchun masalan Rasulullohdan bizga keltirgan shu musannad qadar orliqdiki, bu yerdagi raviylar chuqur o'zining ustidagi raviydan hadisni mubosharatan bevosita qo'la-qo'lan anglagan bo'lsa yoki bevosita olgan bo'lsa, turuqda ham yo'ldan bo'lsa olgan bo'lsa, bu yerda bog'a hadisda ittisol sanad bor deymiz. Ammo hadisdagi mushadagi saqti, ya'ni tushib qolish deganimiz mushu raviy o'zining yuqorisidagi raviydan hadisni bevosita mubosharatan olmagan bo'lsa, tahammullarni qaysi yo'ldan bo'lsa bevosita olmagan bo'lsa, bu hadisning o'zini biz nima deymiz va
Zayıf deymiz, zayıf. Nima sebebinden? Sakt. Düşüp kaldı, arıqda bir adam düşüp kaldı. Mesela tabiinden birisi qubab, Qali Rasulullah dedi. Demek tabi'i Qali Rasulullah degan qaravaqda arıqda sahabe düşüp kaldı. Bunun ayrım bir ismi hadis mursal mesela. Yakında bir arıqda bir şuna o'xshash arıqdaki kişilerin düşüp qilish sebebinden ravidagi tushib qilish sababidan zaif bo'lgan hadislarning turlari bu yani asosliq bizda yani ikki xil tushib qilish va biri tushib qilish zohiri jihat tushib qilish zohir deymiz zohir oshkor tushib qolgan buni bilan to'rt turli hadis bo'ldi va zaif bo'ldi. Yana birisi yani java xafi yani saqt xafi deydi. Yani bu qalamoqqa nima yo'qligidek hech qanday bir saqt hech qanday inqitoqli yo'qligidek ammo bu nima ko'rsatgan hadisninki tekshirgandan keyin tushib qilish yani saqtda topiladi. Biz buni saqt xafi deymiz. Buni bilan ikki turli hadis zaif bo'ldi. Yani buni ayirib bizning babi so'zlaymiz. Demak endi isnodga saqt bilan bo'lgan maqsad nima esa? Isnodga saqt bilan bo'lgan maqsad nimaniki bisqut rawin al-aksar. Yani meniki va bir yoki undan ko'proq bir ravininki tushib qilish nimada qilamiz? Tushib qilish sababidan isnodga uzuklik deydi. Yani bu isnodga uzuklik. Isnodga uzuklik qilish. Yani saqt deganimiz shu bir yoki bir qancha ravi tushib qilish sababidan maydonga kelgan halqa. Yani sahabe tabiin sahabe Resulullah'a bağlanan bir zincir var o. Muş zincir mişelçe üzülüp ketken. Mişelçe bir mesela tabiin degandeki sahabe halkı susup kalgandaki zinciri üzülük çıkıdı. Demek mişelçe ki nemedir o üzülüklerini biz sahte dep atayımız. Endi bu ravilarning ba'zisidan qasdan amdan min ba'zi ruvat ravilarning ba'zisidan qasdanlik sababi bilan yoki min g'ayri amdin qasdan maqsadsiz holda ba'zi ravilar bor qasdan tushirdi. Masalan men bir hadisni rivoyat qilibdim tuvandagi kishiga. Mening hadisni olgan mening shayxim nimadir o? Mening shayxim ustimdagi kishi nimadir o? Men olgan odam u bir yolg'onchi yoki javob hadisi zaif bo'lgan bir odam. Eğer ben bunundan namıdır ben falan emetten aldım da bu emetini desem bu benim rivayet kılan hadis mi kaldı var başkalar emel kılmaydıgan zayıf hadis katına girip kaldı. Yani bir bölük sahte fazmında bir deyimiz ama bir bölük nayeti modellisi batayımız ulanı bir bölük şunda bir ravila kandak kılan dese üzünün ustazdikini zayıf boğan ustazını yögep çıkırtlıkında ben Ahmet Mehmet Ahmet'in ustazı olan Mehmet. Onu mudurwa sahih bo'lgan kishi. Yani hadisi sahih bo'lgan odamlar qatoridan bo'lsa, bir odamni javob yushruq qo'yman. O'sha isnodniki ojiz bo'lgan xalqini maqsadimiz tushirib yani zaif bo'lgan xalqini tushirib bu qasdanlik. Ba'zi qasdansiz bo'ldi. Demak, qasdansiz degani javob o'da yushurish qasdan nima yo'q, qasdan yushurish niyati yo'q. Bu javob o'sha uningdagi maqsad nima bo'lib qolgan? Faqat ismni qisqartish. Masalan, javob ilgari zamonlarda uzun xat yozib bo'lmagandan keyin bu nimani qisqartirayotgan, ismni qisqartirishligini keltirayotgan. Demak, dediki ravidagi qasdanlik bo'lsin yoki qasdan bo'lmasin, chiqib bir nima qolgan va tushib qolganlik, ya'ni ning o'zini, ya'ni uzib qolganlikni saqlab deb ataymiz. Meyli o nima qolsa isnoning avvaldan bo'lsin yoki oxiridan bo'lsin yoki asnoihi orliqidan bo'lsin. Isnoning kechava beshidan emas, oxiridan emas, o'ttirdan bo'lsin. U tushib qilish zohir bo'lsin yoki xafiy bo'lsin dedi. Hammasi o'xshash mustaqil qatori kiradi. Endi isnoning avvaldan tushib qolsa, ya'ni men agar Imom Tirmizi tarafdan, ya'ni Tirmizi o'zining shayxi tushib qolib, Tirmizi bu hadisninki olgan Tirmizining ustozi tushib qolibdi masalan. İslam'ın evveli şu. Yani muallak deyimiz bu ne? Bu İslam'ın evvelini çıkıp kalır. Hadisi muallak. Yani ahirin. Yani İslam'ın ki ahir boğan eski terapisi. Şu Resulullah terapisi sahabe terapisini çıkıp kalır. Yani sahabe çıkıp kalır. Ne var? Mursal. Yani onun oturun çıkıp kalır şu anda. Oturun çıkıp kalır. Çıkıp kalır çağdı çağı. Yani İslam'ın ceryanın. İslam'ın ağırlıkını çıkıp kalır. Beşidin memez. Ahirimiz oturun çıkıp kalır çağda. Bir yerdeki düşüp kalır. Yalğız boğan bolsa, yani birlam ravi çıkıp kalır bolsa. Eğer iki ravi birle çıkıp kalır bolsa, yani müezzel oldu. Demek ki bir yerdeki biz bunu bayandayken sözlerimiz. Yani sukut zahir oluşu mümkün. Dersine çağı hapi oluşu mümkün. Demek sukut zahir olan turuva bunu bayan kılımız. Hapi yenim. Yani bazı çağı hapi olan turuva, yani şükür, bazılar çağı, yani şükür nokta tut kıldı. Bunu biz şu uzun ornu kelgen çağda bayan kılımız. Saqtın oturları kelsek,
isnatdagi saqti o'zining saqtining zohir bo'lishi ham maxfiy bo'lishidan ikki turga bo'linadi. Birisi saqti zohir, saqti xafiy deydi. Saqti zohir degan nima desa, u mushu tür saqtdan bo'lgan bu tür buni bilishda imomlarimiz imomlardan boshqa hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lgan hammadan bilaydi, o'rtaq bo'ldi. Demak, hammasi hadis bilan shug'ullangan har qanday odam bilaydi. Ve yana mushu saqtini nereden okumayız desa, bu saqti mushu nima dediki va ravi bilan u ravininki shayxining uchrashmaganligidan bilinadi. Masalan, bir ravi, masalan bir dediki tabiin qali Rasululloh deb Rasulullohdan keltirdi shunda. Demak, tabiinninki Rasulullohni ko'rmaganligi bari haq tusa shunda. Bu aniq bo'lgan mazmun tusa. Yana bu yerdagi buni qali Rasululloh deganligi har qanday bir chava biz ko'ramiz. Yakanda undagi jarayon islomning jarayoniga kelsak, masalan, 4-asrda yashagan odamdan birisi, ya'ni uzun, yana 100 yil yoki 120 yil avvalgi, ya'ni uzun davr yashamagan, ham uchrashib boqmagan, davrda uchrashib boqmagan bir odamdan munda dedi deb rivoyat qildi. Qilgan bo'lsa, bu yerdagi isnod nima bo'lgan bo'ldi va sahih bo'lgan bo'ldi, buni aytib bilmak, aytib o'y. Yakan o'zining davrini topdi, masalan, ikkisi bir davr yashalliq. Ammo yashagan bo'lsa-mu, birisi mashriqda, birisi mag'ribda yashab, uni vaqt bo'lgan ustoz bilan uchrashib boqmagan. Yana uning uchun undan ijozatmi yo'q, vijolatmi yo'q. Endi ma gap sudi ijozat deganimiz, endi bu yerdagi endi bir ikkisi ayrim shaharda yashaganlik uchun gerçi bir davrda olsa, mesela men qobligimda mesela Qarzaviydin bir sözünü deb Qarzaviy bunda dedi desem, Qarzaviy bilan men uchrashmagan bo'lsam, yani Qarzaviy bilan anglamagan bo'lsam, bu yerda chava gerçi bir davrda yashaganligim bilan uning haqida rivoyat qilish bu yerda bo'lsa, unda va savobı. Uning uchrashmaganligini qo'ysa, o'z davriga nisbatan. Endi bu yerdagi valaysa lahu ijozat va degani agar uchrashmabdi. İkisi ayrim bir kishi ekan, ayrim shaharda uchrashmaganligi aniq. Ammo uchrashmagan bo'lsa-mu, agar izzat qilgan bo'lsa, masalan birisi Shamda yashaydigan ravi, u shayx yashaydigan Madinada yashaydi. Madinada yashagan bir ikkisi uchrashib boqmanlik asla, ammo o'zining ilmiy nimasini anglab, o'zgacha va izzat qildi. Men o'sha ilmiy layoqatining, uning hadis qilgan omonatiga bo'lgan ishonchi bilan izzat qildi, men faloniga mening nomimdan muhaddisni rivoyat qilishni qildim, izzat qildim deb. Qıpto yakanda izzat bilan bo'lmasmi vijada shaklda. Masalan, vijada deganimiz ustoz o'z davrlarda hadisni to'plab ma'lum bir vijad nimada va kitob qilib daftarga hadisni yozdi. Hadisni qalam bilan yozdi, ammo bu shayx o'lib ketdi. Undan keyin uning bir davrdan keyin bir ilm egasi keldi, u kitobni topdi. U hadis qolsa shu o'zining faloni shayxning masalan Ahmad ibn Hanbalninki yoki falonining xati. Xat shu. Şunu rivoyat qilgan xati, shuni rivoyat qilgan hadisi. Endi o deydiki, men Ahmad ibn Hanbal uchrashib boqmadim, ammo uchrashmagan bo'lsam-mu, lekin shu yozgan kitob mening qo'limga tushdi. Men shuni o'ylancha va mush hadisni shuning kitobidan, shuning yozgan qo'lyozmasidan topdim, buni rivoyat qilaman deydi. Bu vijada hisoblanadi. Masalan, Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning o'g'li Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal bir ko'p hadislarni rivoyat qildi. Hammasi shu Ahmad ibn Hanbal o'z hayotida yozgan, lekin o'zining bolasi o'rgatgan emas. Ölüp gidip doğan deyken, özünün dadısının kol yazması bilen hadistan deyip, Muhammed adamının rivoyat qilgan hadisler iken deb rivoyat qilgan. Bunu yani ba'zilar ulamolarimiz hadis muttasil qildigan, yani tahammullarning birisi deydi, ba'zilar javob buning aniq e'tirozlari bor. Demak, qandaqlikin bo'lsin, ijozatmi yo'q, vijolatmi yo'q, davrda bo'lsa-mu uchrashmagan, ammo shunday kishilarning sababidan biz bu yerdagi saqt bo'ldi, biz buni paxtalaymiz. Bu shun jihatdan bahis Müşerrik isnatlarını tədqiq qılğan adam çoxum raviyanın tarixini biliş kerak. Məsələn, 3-cü dövrdə 3-cü əsrdə yaşayan adam, 1-ci əsrdə yaşayan adamın həddəsinə pulan da rivoyat qılsa, dərhallikində saqtı var ekan deb oxumaz. Demək ki, bizdə raviyanın tarixi mühim. Raviyanın tarixi, yıl tarixi şuna raviyanın tug'ilgan vaqtidan bakroq, vafot bo'lgan vaqtiga bakroq ko'ngilga olamiz. Balki vafot bo'lgan vaqti məsələn bir odam məsələn java 3-cü əsrdə nima qilgan bo'lsa va vafot bo'lgan bo'lsa, 4-cü əsrdə bir skiplikində, 4-cü əsrdə keyin tug'ilgan adamni biz men falondan bunda anglagan desa, bu yerda cho'qimlikində gap yolg'on bo'ldi yoki saqt bo'lgan bo'ldi. Demak, masalan, deymiz, bu tarix bek muhimdir. Chunki bu tarix ularninki tug'ilgan, vafot bo'lgan, ularning ilm talab qilib, o safar qilgan va undan boshqa nurg'unlagan narsalarni bayon qilishni o'z qidiq oladi. Shunga raviylarning tarixini bilish, shunga ar-rijal kutub, rijal deb nurg'un kitoblarimiz va bu kitoblarga murojaat qilgan chog'imizda undan keyin biz raviylarninki
tarixga pishib qo'ygan chog'da qarab lekinde maravi uchrashgan mana taliblari qatorida ma'u va ma'u yo'q. Shunga mahiriz yoki muttasil emas deb ta'kidlaymiz. Ulamolarimiz bu yerdagi mushu nimalarni saqti zohirni mushu 4 dona saqtininki makoni saqtining tushgan o'rni yana birisi tushgizib etilgan yoki saqt qilingan raviylarning soni bo'yicha 4 dona ismni nima qildiga qo'llanishga islohga qo'llandi. Bu ismlardan birisi muallaq. Masalan, saqtning o'rniligimiz agar 5 dan chiqib qolgan bo'lsa muallaq, mursal ya'ni oxirdan chiqib qolgan bo'lsa mursal, oraliqdan chiqib qolgan bo'lsa va undaymiz munqati. Endi mu'zal deganimiz ya'ni javob soni qarab yo'q yana. Soni agar mening soni ya'ni ayrim bir ikkisi orqaroqdilam. Ya'ni sahabasımız çıkıptı, tabiinsimiz çıkıptı, tabii tabiin qolgan rasulullah depti. Demek hadis mu'zal. Yani demek çıkıp qalgan ravinin sanığı vaqt turma, yana bir ismocha bo'ldi. Demek bu to'rtni biz ayrim so'zlaymiz. Endi bunun ba'zi kirish qilgan yeri va ayrilgan yerlar va bu ayrim bizning babga kirgan chog'da to'xtalamiz inshaalloh. Endi bir saqt xafi, yani bu oshkor bo'lmaydigini o qalsa uni faqat mushu hadisninki yo'llari sanatning illatlariga xabardor bo'lgan nihoyat mahir imomlarimizdan boshqalar buni bilmaydi. Bundan ayet şu mahir bo'lgan bizningki maxsus mutaxassis shuningki haqida aytilgan ulamolar va buni ta'kidlaydigan bir saqt xafi. Endi buni ulamolarimiz ikkidan atalgan ishlatgan o'z so'zi mudallas va mursal xafidir. Endi sizga mushu 6 dona atalgan oldidan islohninki musammayatlarni buningki mazmunlarini tafsili alat-tavali arqa tafsili so'zlaymiz inshaalloh. Endi biz buni inshaalloh kerak qatimliq darsimizda davom qilamiz. Oxirda alhamdulillahi robbil alamin.